Agar siz o'g'lingizni odobli, mustaqil va kuchli erkak qilib tarbiyalamoqchi bo'lsangiz, baqiriq va jazolar yordam bermaydi. Quyidagi 3 ta usulni sinab ko'ring. Ayniqsa 3-inchisi o'g'lingizda haqiqiy mo'jiza yaratadi. Birinchisi, ko'proq maqtang. O'g'il bolalar uchun otasining e'tirofi juda muhim. Otasining birgina qo'llab-quvvatlovchi so'zi o'g'il bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini 3 baravar oshiradi. Uzoq nasihat o'rniga soddagina gap yetarli. Masalan, men senga ishonaman. Ikkinchisi, kamroq tanqid qiling. Garvard tadqiqotlariga ko'ra, bitta tanqidning salbiy ta'sirini yo'qotish uchun kamida 6 marta maqtash kerak. Shuning uchun baqirish o'rniga chuqur nafas oling, tinchlaning va holatni sokin, tushunarli tarzda muhokama qiling. Bola o'zini xavfsiz his qilsa, sizni albatta eshitadi. Uchinchisi, unga do'st bo'ling. O'zingizni boshliq kabi tutmang. Unga ishonch bilan suyanadigan inson bo'ling. O'g'lingiz bilan teng maqomda samimiy suhbatlashing. Shunda u ochiladi, sizga hurmat bilan qaraydi va chin dildan aloqa paydo bo'ladi. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Bundanda ko'p foydali ma'lumotlarni Telegram kanalimizdan topasiz. Telegram kanalimiz profil shapkasida.